Soliq mobil ilovasi orqali bir necha soniya ichida mahsulotni haqiqiyligini tekshirish mumkinligini bilarmidingiz? Masalan, dori qadog'idagi kodni skaner qilaman. Va darhol bu qanday dori ekanligi, kim tomonidan ishlab chiqarilgani haqidagi ma'lumotni olaman. Qulay, to'g'rimi? Bu raqamli markirovka, ya'ni maxsus kodlar mahsulotlarga yopishtiriladi va iste'molchini qalbaki mahsulotlardan himoya qiladi. Ular mahsulotning haqiqiyligini va sifatini kafolatlaydi. Bugungi dasturda markirovka tizimidagi yangiliklar haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum. Avval tadbirkorlar mahsulotga markirovka kodini 90 kun ichida qo'llashi kerak edi. Agar ushbu muddatda kod ishlatilmasa, yaroqsiz hisoblanardi va to'langan pul qaytarilmas edi. Endi bu muddat bekor qilindi. Shu bilan birga ishlatilmagan markirovka kodlari uchun to'langan to'lovlar yangi kodlar sotib olinganda hisobga olinadi. Kodlar uchun to'lov faqat ular mahsulotga qo'yilgandan keyingina amalga oshiriladi. Ilgari tadbirkorlar mahsulot chiqarilmasa ham oldindan to'lov qilishga majbur bo'lgan edi. Bu yangilik ayniqsa kichik va o'rta biznes uchun moliyaviy yukni kamaytirdi va jarayonni adolatli hamda qulay qildi. Agar siz tannarxi past mahsulotlar, masalan, lampa yoki 7,5 ming so'mgacha bo'lgan dori vositalarini ishlab chiqarayotgan bo'lsangiz, markirovka kodlarini bepul olasiz. Agregatsiyalash tizimini joriy qilish muddatlari ham uzaytirildi. Dori vositalari va tibbiy buyumlar ishlab chiqaruvchilar uchun 2025-yil 1-oktyabrgacha, suv va salqin ichimliklarni ishlab chiqaruvchilar esa 2026-yil 1-aprelgacha. Markirovkaga oid masalalarni tezkor hal qilish maqsadida kunu-tun faoliyat yuritadigan kol markaz ishga tushiriladi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab soliq organlari raqamli markirovka qoidalariga rioya qilinishini masofadan nazorat qilishni boshlaydi. Tekshiruvlar tadbirkorni chaqirmasdan va uning faoliyatiga aralashmasdan fiskal chek va elektron hisobot fakturalarni tahlil qilish asosida amalga oshiriladi. Agar axborot tizimi tomonidan qoidabuzarlik aniqlansa, tadbirkorga uni bartaraf etish uchun avvalo ogohlantirish yuboriladi. Takroriy qoidabuzarlik aniqlanganda esa yana bir marta ogohlantirish beriladi. Faqat 3-marta qoidabuzarlik aniqlanganda jarima qo'llaniladi. Avvalgi tartibga ko'ra esa ogohlantirishsiz jarima qo'llanilar edi. Endi tadbirkorlar moliyaviy jazolarsiz xatolarni tuzatish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Raqamli markirovka qoidalariga rioya qilishning masofaviy tekshiruvlari doirasida 2 marta ogohlantirishdan so'ng jarima qo'llashda yumshatilgan yondashuv joriy etilmoqda. Jarima choraklik sof tushumni 1-marta 0,2%, 2-marta 0,4%, 3-marta 1%, 4-marta esa 2% miqdorida qo'llaniladi. 2 marta ogohlantirishdan so'ng tadbirkor 1 yil ichida 4-marta markirovka qoidalarini buzsa, 1 yil davomida to'langan qo'shilgan qiymat solig'i salbiy farq summasi qaytarilmaydi. Raqamli markirovka qoidalari buzilishini oldini olish maqsadida 2025-yil 1-sentyabrdan onlayn NKT orqali kassadagi chek faqat markirovka kodi kiritilgandan keyin shakllantiriladi. KKSni hisobga olish uchun fiskal chekda to'lov turi korporativ karta ekanligi albatta ko'rsatilishi lozim. Avvalroq tadbirkorlarga aprel va may oylari uchun karta turi haqidagi ma'lumotlar mavjudligidan qat'iy nazar ro'yxatdan o'tkazish imkoniyati berilgan edi. Eslatib o'tamiz, may oyi uchun cheklarni 10-iyungacha ro'yxatdan o'tkazish mumkin. Kelgusida esa to'lov turi sifatida korporativ karta ko'rsatilgan cheklarni ro'yxatdan o'tkazish mumkin bo'ladi. Onlayn NKT tizimida ushbu funksiya mavjud. Onlayn NKTni to'g'ri sozlash bo'yicha texnik yo'riqnomalardan foydalanishni tavsiya etamiz. Soliq qo'mitasi o'zini rasmiy veb-saytida soliq xavfini kompleks boshqarish avtomatlashtirilgan tizimidagi soliq xavfini aniqlash bo'yicha mezonlar ro'yxatini jamoatchilikka taqdim etgan. Soliq xavfi mezonlarini e'lon qilinishidan maqsad soliq tizimini ochiqligini va soliq to'lovchilarga xavflarni oldindan aniqlab, to'g'ri va mas'uliyatli qaror qabul qilish imkonini berishdir.
2-iyun jismoniy shaxslar tomonidan 2024-yil uchun jami yillik daromadlari to'g'risidagi deklaratsiya bo'yicha hisoblangan daromad solig'ini to'lashning oxirgi kuni. Buni Soliq mobil ilovasida tez va oson to'lash mumkin. Qaysi daromadlar bo'yicha va qanday tartibda deklaratsiya topshirish kerakligi haqida batafsil ma'lumot olishni istasangiz, YouTube kanalimizga joylashtirilgan onlayn seminarni tomosha qiling. O'zbekistonda ilk bor tashkil etilgan xalqaro stol tennisi musobaqasi yakunlandi. 11 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan yosh sportchilar Humo Arenada o'z mahoratlarini namoyish etdilar. Musobaqaning asosiy maqsadi yoshlarga tajriba, motivatsiya va reyting ochkolarini taqdim etish. Har bir bola bu dunyodagi eng nozik va bebaho ne'mat. Hayotimizning eng yorqin sahifasi. Ularning tabassumi qalbimizda iliqlik va umid bag'ishlaydi. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Soliq qo'mitasida unutilmas bayram tadbiri tashkil etildi. Bolalar uchun qiziqarli o'yinlar, ijodiy dasturlar va albatta sovg'alar tayyorlandi. Bolalarda yoshligidan moliyaviy va soliq savodxonligini shakllantirish juda muhim. Soliqlar nima uchun kerak? Yo'llar, maktablar va kasalxonalar qayerdan paydo bo'lishini tushuntirish lozim. Buni oson va qiziqarli usulda qilish mumkin. Soliqlar haqidagi multfilmimizni birga tomosha qiling yoki shu mavzudagi bolalar uchun mo'ljallangan kitobni ham o'qib ko'ring. Bayram muborak bo'lsin. Bolalik baxt va quvonchga to'lsin.